2022 yillik Beijing qishliq olimpik yig'inining yaqinlab kelishiga ergashib, Dunya Uyg'ur Qurultiyi Beijing irqiy qirg'inchilik olimpikini boykot qiladi degan shior ostida elib berayotgan norozilik harakatlarini uzluksiz oshirib bormoqda. 4 oktyabr kuni Dunya Uyg'ur Qurultiyi, Dunya xatar ostidagi millatlarni qo'g'dash tashkiloti, Xalqaro kishilik huquq tashkiloti, Yevropa Sharq Turkiston birligi, Ilhom to'xtini qo'llash guruhi, Ingolstadt Uyg'urlarning kishilik huquqini qo'g'dash tashkiloti, Germaniya Tibet harakati tashkiloti, Germaniya Hong Kongliklarni qo'g'dash tashkiloti, Germaniya Falun Gong markazi qatorliq 9 tashkilot birlikda 2022 yillik Beijing qishliq olimpik yig'inining sponsorlarining biri bo'lgan dunyodagi eng chong sug'urta shirkatlarining biri Oliy shirkatining Miyonxin shahridagi markazi oldida zo'r ko'lamli norozilik namoyishi o'tkazishga hozirlanmoqda. Dunya Uyg'ur Qurultiyi markaziy ishxonasining stansimizga bildiruvchi 4 oktyabr Berlin vaqti 3 soat 13 da boshlanadigan va 3 soat davom qiladigan bu qitimqi birlashma namoyishga Germaniya parlamentining ba'zi a'zolari, Germaniyaning tonilgan arboblari va tanharakatchilari, xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullari ishtirok qiladi. Bularning ichida dunyoga tonilgan va hozirga qadar olimpik va dunyo musobaqalarida 20 dan ortiq oltin medalga erishgan chang'i telish moyiri Felix Neuter apandimi bor bo'lib, bu qitimqi namoyish Germaniyaning davlat televiziyasi ERD tarafidan naq maydondan bevosita tarqatiladi. Namoyishning asosliq maqsadi bo'lsa 2022 yillik Beijing irqiy qirg'inchilik olimpikiga sponsorlik qilayotgan Oliy shirkatiga norozilik bildirish va uningdan sponsorlikdan voz kechishni. Shundaqla Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerlik xalqlarga yurgizayotgan jinoiy qilmishlarga sherik bo'lmaslikni talab qilishdan iborat. Bu munosabat bilan bugun stansimizning ziyoratini qabul qilgan Dunya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandim 4 oktyabr o'tkaziladigan bu birlashma namoyishining ko'lamining nihoyat zo'r bo'ladiganligini, namoyishga butun dunyoga tonilgan chang'i telish moyiri Felix Neuter qatorliq ba'zi mashhur shaxslarga kelib qatnashadiganligini jakardiganligi uchun hozirdan e'tiboran bu namoyishning Germaniya matbuotlarining kuchli diqqatini tortishga boshlaganligini, shunga Germaniyada yashayotgan butun Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizning vatan millat davosini hammadan a'lo bilib 4 oktyabr kuni Berlin vaqti 3 soat 13 da Oliy shirkatining Miyonxin shahridagi markaziy binosi oldida o'tkaziladigan birlashma namoyishga aktivlik bilan ishtirok qilishga chaqirdi. Dolqun Aysa apandi so'zida yana bu qitimqi namoyishga Gollandiyadagi lager shohidimiz Qalbinur Sidiqning kelib qatnashadiganligini, shunga Germaniyaga qo'shni alladagi sharoit yor bergan qarindoshlarimizning kelib qatnashishini orzu qiladiganligini ta'kidlab o'tdi. Dunyoning eng zo'r sug'urta va mablag' silish shirkati hisoblangan Oliy shirkati 1890-yili qurilgan 125 yillik tarixga ega nopuzliq shirkatlarning biri bo'lib, uning 2022 yili Beijingda o'tkaziladigan qishliq olimpik yig'iniga sponsor bo'lishi ham Dunya Uyg'ur Qurultiyi boshchiligidagi Uyg'ur tashkilotlarining ham xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining kuchli noroziligiga uchrab kelmoqda. Dunyoning har qaysi ellarida faoliyat olib berayotgan Uyg'ur tashkilotlari vatanimiz Sharq Turkistonning Xitoy kommunistik hokimiyati tarafidan ishg'ol qilib olinganligining 72-yilligi munosabati bilan oktyabrda mustabid Xitoy hokimiyatining ishg'oliy va irqiy qirg'inchiligiga qarshi keng ko'lamli norozilik namoyishlari o'tkazishga hozirlanmoqda. Yevropa Uyg'ur institutining uyushtirishi, Dunya Uyg'ur Qurultiyi, Gollandiya Sharq Turkiston tashkilotlari ittifoqi, Yevropa Uyg'ur akademiyasi, Belgiya Uyg'ur jamiyati, Norvegiya Uyg'ur komiteti qatorliq ko'plagan tashkilotlarimizning hamkorligida 2 oktyabr Parijda Uyg'ur qirg'inchiligiga qarshi yurish nomli zo'r ko'lamli namoyish va yurish o'tkazildi. Parij vaqti soat 14 Bastilla maydonida boshlanadigan mazkur namoyish haqida tarqatilgan e'lon kartiga xalqaro jamiyatning gunohkorcha jimjitligini buzayli va Xitoyning Uyg'urlarga qarshi ilib bo'lgan jinoyatlarni e'tirof qilishini, uningga qarshi hukm chiqarishini talab qilayli deb yozilgan. Dunya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandi bu munosabat bilan bugun stansimizga qilgan so'zida Yevropada, jumladan Fransiyada va Fransiyaga qo'shni ellarda yashayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni milliy manfaatimizni hammadan a'lo bilib 2 oktyabr Parijda o'tkaziladigan birlashma namoyishga aktivlik bilan ovoz qo'shishga chaqirdi. Mazkur namoyishning muvaffaqiyatli o'tkazilishi uchun Yevropa Uyg'ur institutining raisi doktor Dilnur Rayhan xonimning boshlamchiligida maxsus tayyorlik guruhi qurib chiqilgan bo'lib, navbatda namoyishning tayyorlik xizmatlari oxirgi bosqichga kirdi.